Ularni chalgan bitta musiqalar. Hayronlarga kuylar. Qiladigan joyi bor, shunaqa chala olasizmi shuni? Chalaman. Ha, bitta shuni eslatib yuboring. Ha. O'sha joyisi. O'zi nima demoqchi ekanliklarini bilar ekansiz Otabek aka. Munosib tanlov bo'ldi. Ajoyib ijro, faqatgina birozgina mimikani o'xshata olsalar, mana ustozimiz. Ajoyib. Yashang, ijodingizga. Sochlarini ham oldirib, sochlarini ham oldirib, o'rtaga Abduhoshim Ismoilovdan ozgina master klass. Abduhoshim Ismoilov keyin shartmas bo'lib qoladilar. Juda ham, chunki ijro zo'r bo'ldi. Menimcha Abduhoshim Ismoilov ustoz ko'rganlarida ham buni juda ham professional tarzda qabul qila olardilar. Shuning uchun men